Bolalar bugün bir oylik natija ballarim chiqdi. Bunda 5 kishi o'rin olgan. Ya'ni ball teng bo'lib qolgan bo'lsa ham pul beraman deganman. Eslaringizmi? Bitta 3-o'rin, 3 ta 2-o'rin va bitta 1-o'rin. Endi 3-o'rindan tabriklaymiz. 3-o'rin Nurhayot 102 ball bilan tabriklaymiz. O'tiring. 2-o'rin 104 ball bilan Damir, Aslan va Ziyoda. Ziyoda hozir. Ziyoda tabriklayman. Tabriklaymiz. Right. Aslan tabriklaymiz. Endi Damir tabriklaymiz. Yaxshi o'qinglar. 1-o'rin 105 ball bilan Madiyor tabriklaymiz.